Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve min vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıda biz guslu taharet münasebetlik bablarını okuyatkan. Bugün İmam Bukhari rahmetullahi aleyh mundaqdaydı. Juyunduğun vaqtida xushpurak nasi yoki qochidin başlagan adamning to'g'risida deb. Bundaq degani bu babga nisbatan ulamalar xilma-xil qarashlarda bo'lgan. Bu yerda xushpurakni bayon qilish bilan bir dos yoki qochchilikni bayon qilib qo'yishninki nima munosabati bor deb qarab, hatto Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bir qism hadis ulamolari bu babni keltirgan vaqtida bu hilab degan narsadan, ya'ni mush qocha degan gapdan bu boshqa bir ayrim bir ma'noni uqib olgandek qiladi deb, hatto Imom Buxoriy rahmatullohi alayhini xatolashtirib, Allah rahmet qilsin İmam Buxoriyga, kim xatolikdan qutula oladi inson degan xatolashdi degandek kalimalarni qilib, Imom Buxoriyni bu yerda bir o'zirlik bayon qilib qo'ygan. Amaliyotda Ibn Hajar Asqalani rahmatullohi alayhining eng kuchli ko'z qarashi bo'yicha aytgan vaqtida bu hadisni boshqa bir hadisdan bog'lab turib, ikkisini munosabatli qilib turib tushundirgan. U bo'lsa-mu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam juyunduğu vaqtida qochidin ishini boshlaydi harakatini degan bir hadis. Ondan boshqa Payg'ambar alayhisolatu vasallam ihrom bog'lagan vaqtida, ihrom bog'lashdan oldin juyunduğu shu vaqtida Rasululloh xushpurak narsa ishlatgan. Chunki ihromdan keyin ishlatib bo'lmaydi. Ihromdan burun xushpurak narsa ishlatgan. Shu hadisni maqsad qilgan, ya'ni demak, juyunduğu vaqtida inson hem xushpurak narsa ishlatishi, hem o'zining ishini qochquchidan boshlashi deb ayrim hadisda meyadki taybi indal gusl degan kalimani osh ihromdagi juyunish holatiga olib borgan. Bu qarashni Ibn Hajar Asqalani nayt bir kuchlantirib, mening nazarimda eng loyiq javob mushu deb qaragan. Endi ma hilab kalimasiga kelsak, hilab degan aslida sog'digan bir qochi ekan. Şunu sonu toşquzib, şu narsada juyundi, shuningda so'yilib juyundigan bir qoch hamda. Bu 258-numurli hadis Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bu hadisda bizga Muhammad ibn Musanna hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishi Imom Buxoriyning ustozlaridan. Bu kishi dedi bizga Abu Asim hadis so'zlab bergan edi dedi. Endi Abu Asim Imom Buxoriyniki eng buyuk cho'ng katta ustozlarininki biri. Lekin bu hadisni Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi o'zinki bir ustozining, ya'ni bir ustozning anlaganligi orqali, ya'ni vositalik rivoyat qilyapti. Amaliyotda Abu Asim buyuk ustozi, Muhammad ibn Musanna Imom Buxoriyniki oldin qatardagi ustozlarniki biri. Abu Asimning ismi Zahhak ibn Xolid degan kishi. Bu Abu Asim hamda Zahhak ibn Muxlat nomi bilan mashhur. İsmi şu ha. Abu Asim bu yerda kunyasi bo'ladi. Hijriya 122-yilda tug'ilib, Hijriya 212-yilda o'lib ketgan. İslam tarixidagi ahli sunna vel jamoa nazaridagi eng danglik katta muhaddislardan. O'z davridagi danglik hofizlardan sanaladi. Makkada tug'ilgan, keyin Basraga o'tkilib, shu Basrada o'tgan. Demak, Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi Basrada uchrashgan ulamo bo'lsa kerak. Chunki Imom Buxoriy Basrada yashagan, Iroqda, Bag'dodda. Ham shundaqla tabiin qatoridagi odam bu. Bu kishiningki tarixda yana tonilgan bir nomi bor, Nabil. Nabil degan noyatda ulug' noyatlik ilg'or degandek ma'nolarda. Bu nima qamda Nabil deb atalgan degan ko'z qarash bo'yicha bir necha xil mazmunlar, qarashlar bayon qilingan. Jumladan bu kishi bir qatam Basradagi vaqtida katta bir pildan bisib kelibdi-da hamda. Pil yo'q tanishlik emas. Shuning bilan bu hamma xalqlar shu pilni ko'gil chiqibdi. Ketgandan keyin bu Ibn Jurayj Abu Asim debdi. Sen mi chiqib bunda ko'ngil ichib ichmamsa desa, men sendimmi ortiqroq adam topa olamdim yoki degandek o'xshash. Ya'ni unda bunaqangi arabchadagi iboratda sening badilingni topolmayman degan bir kalimani ishlatgan bu yerda. Ibn Jarir shu vaqtida sen bek isil, ulug'
Adem kense degan. Şunun yağı mı şu nam bilan atalgan dep bu. Bunundan başqa mı hikayetli bayan kılıngan bu vaqtda, amma muşuna oxşaş hemmisi asasen müşta bir ilim ilişi oldu ki bu adamniki aşı sabırcan, üzülmez bir iradesi eksikliğe vakale bayan kılıngan. Bu kişini ulamalarının bahasıdan mesela nurgun ulamalar bu işencilik faqih degandek namlarını bergen. İmam Zahabi rahmetullahi aleyhi hafiz imam muhaddislerinin bütün ustazı degan. Hatta mezmut muhaddislerinin ustazı degandek bahalarını bergen. Bu kişinin ustazlarımın ayeti köp, şagirdlerimi ondan dolu köp. Bu kişi Hanzala degan kişiden rivayet kılıyordu. Hanzala ibn Ebu Süfyan namıda başta öttü. Bu kişi Kasım'dın. Kasım Ebu Bakır Sıddık radıyallahu anh'uniki nevrisi boludu. Medine'deki danlık 7 faqih'iniki birisi. O zamanıstiğine ait işencilik ulamalarının 100 netçinci yıl ölüp ketken en yaxşı tabi'in deb sübetlengen büyük bir imam, muhaddis. Bu kişi özünki hammasi Ayşe anımızı rivayet kıladı. Bu anımız deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem junup haleti de mesela junmakçı bolsa bir qaçıdak, dastak bir narsani ekranla deydi. Alqını ölen suni da ilip başının o'ng tarafidan başlaydı. Andın sol tarafidan başlaydı deydi. O'ng ve sol tarafni jip bo'lgandan keyin andın qo'li bilan ushumlab sunilib başının o'ttiridan harakat qilib bedellerini yuvatdi deb tasvirlagan. Bu yerdagi faqola kalimasi bizga tanishlik bo'lgan aytdi, dedi degan kalimalar kelmagan. Bu yerda bir harakatni bildiradigan bir ma'noda ishlatildi. Demak bu hadisda juyunmoqchi bo'lgan odam avval juyunmoqchi bo'lgan qochini tayyorlash, biz hozirgi davrimizda masalan munchini istish yoki degandek ma'noda. Ondan başqa hem de o'ng tarafidan başlash, sol tarafidan başlash, andın başdan o'ttirdim başlab suv quyish bu g'usldagi sunnat. Asosan Peygamber sallallohu alayhi vasallam mushu shaklda yuyunishga asosan ömür bo'yi ahamiyat berib kelgan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.